Qozog'iston chegarasini oldida shundoqqina joylashgan. Shunaqangi qozoqcha 5 barmoq qiladigan joy. Fotoda o'tirib 5 barmoq yesizlar kelsanglar 5 barmoqni sho'rvasi, taxtali anaqasi, kosa. Voy, dahshat ketdi-yu bu. Bu qozoqcha 5 barmoq-a bu. Qayerda joylashgan? Mana Chernayevkada endi, Qozog'iston chegarasida endi bu. Gram 5 barmoq. Buni hammasi qo'ldan damashni tayyorlanadi aka. Buni ta'mi boshqacha aka buni. Buni ta'mi. Ana to'la bo'ldi. To'la odam. Ot kishini ot ko'tarib oldi keyin. Lekin bu uncha davlat ko'tarmaydi. Yumshoq go'shtlarni hammasi yumshoq.